Mana Surxondaryo viloyati Bandixon tumani. Bandixonda joylashtirilgan Kofrin gaz inshootida manaki gaz o'rniga neft chiqa boshladi. Bandixon soylaridan suv emas, mana endi neft oqyapti. Mana shu neft qariyb 6-7 kilometr cho'zilgan, qalınligi 25-30 santimetrga yetyapti. Endi ham soylar. Mana bu soylardan avval shu faqat suv oqqan. Mana endi hozirgi kundagi neft oqyapti. Davlatimiz qora oltini. Mana Surxondaryo viloyati Bandixon tumani. Bandixonda joylashtirilgan Kofrin gaz inshootida manaki gaz o'rniga neft chiqa boshladi. Bandixon soylaridan suv emas, mana endi neft oqyapti. Mana shu neft qariyb 6-7 kilometr cho'zilgan, qalınligi 25-30 santimetrga yetyapti. Endi ham soylar. Mana bu soylardan avval shu faqat suv oqqan. Mana endi hozirgi kundagi neft oqyapti. Davlatimiz qora oltini.